Hello hammaga, sizlar bilan Imperator Minecraft. Bugungi videoda biza 1-iyul munosabati bilan bolalar kuni munosabati bilan hammani tabriklayman. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Shuning uchun men bugungi videoda attraksion qurmoqchiman. Qani let's go. Do'stlar, attraksion quramiz. Ili mana jamoam Toshkentga ketdi. Bolalar kuni munosabati bilan hammasini ketkizib yubordim, ikkitasini. Bob o'ynab kelgan. Keyinda biz ular uchun sovg'a tayyorlaymiz, ya'ni attraksion quramiz. O'shana uylarda ham yo'q, ketdi hammasi. Shuning uchun ham hozir biz attraksion qurishga tayyorlanamiz. Va biz bu tayyorlanishlarda ularni xursand qilishimiz kerak. Shuning uchun ham shunaqa joylarga kelib, birinchi o'rinda omborxonaga borib, omborxona kelib narsalarni olish kerak. Bizga kerak bo'ladi yarimtalik bloklarda. Hamcha 2 stak bemalol yetadi. Keyin sandaqa to'shlardan 4 stak. Yana bu tinch bola kerak emas. Daraxtdan olamiz. Mana daraxtdan 2 stak olsak. Ularga surpriz bo'ladi. Qani ular nima qilar ekan? Taassurotlarni ko'ramiz. Bu video juda qiziqarli bo'ladi o'ylayman. Attraksion qurish yaxshi temir olamiz va bundan va yana bitta temir. Boshqa hech bola kerak emas. Eshik. Hali eshik ham o'rnatamiz. Luklarni ham olamiz. Bo'ldi. Endi menga 5 stak kerak. 5 stak go'sht uyimni olib kelib kelmoqda. Shuning uchun shu yerda o'zida bitta versiyasimiz va endi qurish uchun joy kerak. Menimcha qishloq orqasiga quramizmi yo oldiga? Menimcha orqada bo'mizlar bor. Shuning ularni oldida qura olmayman. Mana shu yerda quraversak ham bo'ladi. Mana shu joylar idealniy joylar. Mana shu yerda qurishni boshlaymiz. Va bu meni ancha-muncha ko'p vaqtimni oladi. Lekin menimcha o'ylashimcha video ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Juda ham katta qo'ymaymiz, juda ham kichiklar ham qo'ymaymiz attraksionni. Unaqa narsalarni ham o'zida yashashi bo'larga. Mayli. Bundoq qilamiz. Va bundoq qilamiz tayyor. 1 stak yetadi. Endi bizga tezlashtiradigan ishlar kerak. Mana. Buning uchun oltin kerak ekan. Ancha tezlashtiradigan ishlar uchun oltin kerak, lekin omborxonada oltin bormi ekan? Bormi ekan? Va hozir ko'ramiz. Oltin bormi? Va menimcha sandiqlar ichida bo'lishi kerak va bor ekan 1 stak va bu yerga yetib qoladi. Endi boya joyga qaytib boramiz. O'sha tirikchiga qurishni boshlaymiz. Anaqa naryoqda meram o'tiribdi, lekin bugun bilan xushroshishga holim yo'q. Mana bu yerda bo'mizlarim bor. Sadaqa qiling debdi. Bo'miz. Hayotda ishlash kerak-da. Ishlamasa qayerda pul bo'ladi? Ishlaganda puli bo'ladi. Bunaqalarni ko'proq yashaymiz, chunki bular reyslarni ishlatishga kerak bo'ladi va sekin qurilishni boshlaymiz. Sal teparoqqa chiqib. Mana shu yerdan boshlaymiz. Kelishgandan keyin ikkinchi qismini chiqaraman. O'sha attraksionning tushlarini ko'rsataman. Hozir biz attraksion qurishda davom etamiz va mana bundoq qilamiz. Xo'sh, qayerdan boshlayman? Shu yerdan boshlanaveradi. Va bundoq. Tayyor. Bitta bundan qo'yamiz. Endi sekin tepaga qarab ketaveradi. Давайте. Ajoyib. Yana teparoq qilamiz. Yana teparoq qilaveramiz. Biz to'xtamaymiz, keyin zo'r bo'ladi uchishga.
O'sha ham qulay bo'lsa ham kerak uchishga. Va bir staga tugadi, mayli. O'sha yana bu orasida bitta bunaqa ham qo'yib olamiz. Tayyor. Va tayyor. Va buni ishlatish kerak. Nega ishlamadi? Menimcha oldiga bitta blok qo'yib, keyin fakkelni qo'yish kerak va u ana ishladi. Davom ettiramiz attraksion qurishni va endi mana bu yerdan sal pastga qarab tushirish kerak. Bundoq. Ana. Va so'nggi bloklar tayyor. Endi bo'lsa mana bundoq va ana. Endi biroz anotda aylanadigan joychalardan qilamiz. Tayyor. Va yana bir karra tepaga chiqadigan bo'ladi. Pastiga 3 tali qilamiz, qo'yamiz markaziga va yana qurishda davom etamiz. Mana bu yerda o'zi sekin attraksionning bitta tepaligini qurish kerak. Tayyor. Keyin bu yerda bezatamiz. Hozir birinchi o'rinda qurish kerak. Har xil chiroyli bloklarga bezatishni boshlaymiz. Va ana tayyor. Endi bu yerda tepada yo'l bo'ladi, yurib ketadigan. Ya'ni mana bu yerdan ketadigan yo'l bo'ladi. Chiroyliroq bo'lishi kerak. Menimcha o'tga chiqolmaydi-yu, shuning uchun o'tga bitta tezlashtiradigan reshta qo'yish kerak. Va buni ham mana bundoq qilamiz va fakkel tayyor. Endi bemalol o'ta oladi. Bundan bunaqa qilamiz va pastga tushib ketadigan yo'lcha qilamiz. Bu yo'lcha mana bu yerda qayiladi va tayyor. Uyga borib bir kar uxlab ketishga kravatni olamiz. Kravatni olmasa bo'lmaydi, chunki bu attraksion hali menimcha ancha qursam kerak. Kravatni olamiz, keyin olib kelib qo'yamiz. Tayyor. Do'stlar, attraksion zo'r ketdi. Yo'qotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytmoqchi, bizning jamoamiz menimcha dunyodagi eng yaxshi jamoa bo'lishga harakat qiladi. Men beko bunaqa qildim-da, mayli endi. Men tepadan yurib ketadigan yo'lchalar qilmoqchi edim. Oy, bizda muammo bor. Juda ham ulkan muammo. Hozirda bitta muammo hal qilishni uxlab turish kerak. Qo'lim qiyshayib ketdi. Kechirasizlar. Hayajonlanib endi shu narsada. O'z attraksionni qurishda davom etamiz. Va endi mana bu yerda mana bundoq qilib va o'da men IQ'm baland odamman-da babi. Keyin mana bu yerda bunaqa qilamiz va yana tepaga chiqib ketadigan yo'lchalar bo'ladi. Boltaga solib bitta topor kerak bo'lyapti. Xo'sh, kelamiz esdagi oldiga va insur metr joyga o'tib bitta topor yasab olamiz. Daraxtimiz ham tugab qolibdi, bu yomon. Mana buni tagiga rishotka qo'ymoqchiman. Rishotka qo'ysa chiroyli bo'ladi. Shuning uchun mana hammasini tagini buzib chiqish kerak. Rishotka qo'yib chiqaman. Rishotka qo'ysam menimcha rosa ham chiroyli bo'lib ketsa kerak bu yerlar.
Hali men buni ikkinchi qismida bezataman. Hozir faqat qurishni o'ylayaptim. Faqat quramiz hozir, keyin ikkinchi qismda bezatib yuboramiz. Mana risotkalar qo'yamiz. Ham ochiq joyda turmaydi. Bo'lmasa Minecraft fizikaga tupurgan bo'lsa ham, endi baribir sal realistikroq bo'lish kerak-da. Urganga yarasha zo'r qilib qurish kerak. Tayyor. Va endi men bundan tepaga chiqib ketadigan yo'lcha bo'ladi. Yana bir kere. Oy, creeper. Ish ko'paytiradi bor-ku. Do'stlar, bu temash kerak. O'z ishim kammidi, bular ko'paytiradi. Asabga tegib. Bo'ta bo'lmaydi. Qishloqqa zarar tegsa xohlamayman. O'sha uchun men o'tira oladi. Qaziymiz. Qazib ketsam, keyin yopib qo'yaman. Men qilgan hech kim bilmaydi. Do'stlar, bular ishlarni ko'paytiradi asabga tegib. Creeper ekanda. Asabga tegdi. O'tlar hozir yopib qo'yaman. Bo'ldi. Hozircha yetib turadi. O'tlarni o'qib qo'yish kerak. Mana o'tlarni o'qib qo'yish kerak. Va bo'ldi ketganda. Hozir men yana qaytadan qurgan narsalarni yana qaytadan quraman. Bor. Yana shuncha ish qaytadan qilish bu haqiqiy ahmoqlik degan bo'lardim. Shuncha ishni qaytadan qilayotganim meni umuman asabimga tegib yuboryapti. Creeperam video otganda kelib video otganda portlaydimi? O'sha do'stlar, videolar bundan buyog'iga tezroq ham chiqishi bor. O'zi tez chiqadi. Kuniga menimcha bitta video chiqarayotgan bo'lsam kerak. Shunga yarasha, lekin o'sha ham yaxshi video otdim deb o'zim motivatsiya beraman. Agar yaxshi video otgan bo'lsam, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bu men uchun ham, jamoamiz uchun ham juda ham katta motivatsion bo'ladi. Menimcha attraksion tayyor. Bo'ldi, lekin bu umuman hech bolani o'zgartirmaydi. Qo'shib qo'ysam, uni cheksiz davom etadi. Menga ikkita kerak. Mana ikkita qo'yish kerak. Mana bundoq qilib ikkitani oldim. Ikkitani ho'llarni qo'yib qo'ysam, mana bu yoqqa qo'ysam tayyor. Cheksiz aylanadi endi. Bo'tga qo'yishim ishlamasa ekan. Nayloj va mana bundoq qilib qo'yamiz, tayyor. Va tayyor attraksion. Menimcha cho'tki chiqdi. Bolalar kuni munosabati bilan jamoamga sovg'a va bundan bitta uch ko'rib, ikkinchi qismida bezatishni o'zim tavsiya beraman. Va o'tga qo'yamiz, qo'shib uchib turadi, chunki o'tda bloklar olib tashlayman. Bo'lishgan ikkinchi qismda faqat bezatish bo'lsa, bular kerak emasdi. Oldindan tozalab qo'yib otdim. Va menimcha bo'ldi. Tayyor. Hamma yog'i cho'tki qildim. Tayyor. Ketdi. Nima qildi? Obbo'pti do'stlar, men videoni shu joyda tugataman. Hozir o'zi creeper meni asamga yomon tegib yubordi. Videoni olgim ham kelmay qoldi. Agar do'stlar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar. Bu kanal rivoji uchun juda ham katta hissa bo'ladi. Sizlar bilan Imperator Minecraft bo'ldi. Hammaga xayr, goodbye. Hammaga xayr.